Bolalarni xarakteriga qarab, ularni kelajakda kim bo'lishini aniqlab olsa bo'ladi. Ular fe'l-atvor jihatidan 4 turga bo'linadi. Birinchisi hukmron bolalar. Bunday bolalar doimo boshqaruvni o'z qo'liga olishga harakat qiladilar. Misol uchun do'stlari bilan o'ynayotganda o'z so'zini o'tkazishga va aytgan ishini qildirishga harakat qiladi. Bunday bolalardan kelajakda boshqaruvchi va yaxshi rahbar chiqadi. Ikkinchisi kengashuvchi bolalar. Bunday bolalar odatda ko'pincha yordam kutadi. Bironta o'yin o'ynayotganda ham o'yinchog'ini tortib olsa, darrovda "Oyi" deb oyisiga murojaat qiladi. Va bunday bolalar kelajakda ko'proq jamoaviy bo'lib ishlashga moyilligi ortadi va ko'pincha ko'pchilikni nazoratda e'tibor markazida bo'lishni xohlaydilar. Uchinchi turdagi bolalar ijodkor bolalar bo'lib, bu turdagi bolalarga agar qattiq gapirsangiz yoki o'yin paytida o'yinchog'ini olib qo'ysangiz, darrovda yig'lashga tushadilar. Bu turdagi bolalar kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishiga ijodiy yondasha oladigan bolalardir. To'rtinchi turdagi bolalar sukut saqlovchi bolalar bo'lib, bunday bolalarni o'yinchog'ini tortib olsangiz ham, o'rnidan turgizib yuborsangiz ham sizga jahlini ko'rsatmaydi, emotsiyasini bildirmaydi. Bunday bolalardan kelajakda yaxshi sudyalar, vrachlar chiqadi. Sizning farzandingiz qaysi turga kiradi? Buni kommentariyada yozib qoldiring.